Qisqasi, Abduqodir Husanov yana bir mukofot olishi mumkin. Eron hukumati Serdar Azmunning AQSh va Isroilni qo'llab-quvvatlagani ortidan uni davlatga qarshi harakatlarda ayblab, prokuratura qarori bilan uning mol-mulkini musodara qilish jarayonini boshladi. Xalqaro o'rtoqlik o'yinlarida Germaniya Shvetsariyani 4-3 hisobida mag'lub etdi. Niderlandiya Norvegiyani 2-1 hisobida yengdi. Ispaniya Serbiyani esa 3-0 hisobida yutdi. Angliya esa Urugvayga qarshi bahsda so'nggi daqiqalarda g'alabani boy berib, 1-1 hisobida durang o'ynadi. Afsuski, O'zbekiston U23 terma jamoamiz Rossiya U21 ga qarshi o'yinda 1-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Shuningdek, Barselona vingeri Rafinha terma jamoada olgan jarohati sabab 5 haftaga safdan chiqdi va bir nechta muhim o'yinlarni o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Phil Foden esa yaqin oylar ichida Manchester Cityni tark etishi mumkin ekan. U o'yin amaliyoti kamligidan norozi. Bu vaqtda esa Abduqodir Husanov Manchester Cityda oyning eng yaxshi futbolchisi bo'lish uchun yana nomzodlar qatoridan joy oldi. Cityning rasmiy saytiga kirib ovoz bering. Balki bu oy ham uni Cityda tengsiz qilarmiz.